Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun ko'radigan ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi qatlam energiyasi turlari bo'lib, ma'ruzamiz quyidagi rejalardan iborat. Neft va gaz uyumining energetik tavsifi, energiya turlari, xarakteri va xususiyatlari, neft va gaz uyumining ishlash usullari va turli usullarda suyuqlikning quduq tubiga oqimi. Neft yoki gazning quduqqa tomon oqimi qatlam bosimi va quduq tubi bosimi ayirmasi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni qatlamda neft va gazning harakati, neft yoki gaz hamda uglevodorodlarning quduqqa tomon harakati, ularning quduq ustida yer yuzasigacha ko'tarilishini qandaydir energiya manbalari asosida demak harakatlar sodir bo'ladi. Bu energiya manbalari, ya'ni qanday energiyalar, qanday kuchlar ta'sirida neft va gazning qatlam ichida harakati, ularning demak quduq ustiga yer yuzasiga tomon ko'tarilishini bugungi ma'ruza mashg'ulotimizda ko'rib o'tamiz. Demak, albatta bosimlar ayirmasining miqdori quduqdan olinadigan suyuqlik yoki gaz miqdori, suyuqlik va tog' jinslarining fizikaviy xususiyatlari va qatlam energiyasi turi bilan belgilanadi. Neft yoki gaz qatlami hamda quduqlar yagona gidravlik tizimni tashkil etadi. Uyumda energiya zaxirasi neft yoki gazning qatlamdan quduq tubiga oqimini ta'minlashga sarflanadi. Bu energiya zaxirasi qatlam bosimi bilan bog'liq bo'ladi. Umuman o'zi energiya manbalari nimalar? Qatlam energiya manbalari sifatida qatlam suvlar tazyiqi energiyasi, ozod va bosim pasayishi natijasida neftdan ajraladigan erigan gaz energiyasi, siqilgan tog' jinslari va suyuqliklar energiyasi, shuningdek neftning og'irlik kuch ta'siridagi energiyasi xizmat qiladi. Bu energiyalarni tavsiflaydigan bo'lsak, demak uyumlarni ishlatish jarayonida qatlam energiyasi zaxirasi qatlamdan neft va gaz harakatiga qarshilik qiluvchi kuchlarni yengib o'tishga, suyuqlik va gazlarning ichki ishqalanishi hamda ularning tog' jinsi bilan ishqalanishlari va kapillyar kuchlarni yengib o'tishiga sarflanadi. Ishqalanish kuchlari suyuqlik va gazlarning qovushqoqligi bilan bog'liq bo'ladi. Neft yoki gaz bir vaqtning o'zida bir yoki bir nechta qatlam energiyalarning ta'sirida harakat qilishi mumkin. Uyumlarning ishlashi va ishlatilishi to'laligicha konlarning energetik xususiyatlari bilan belgilanadi. Bu energetik xususiyatlarning energiya turlarini alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, ulardan bu energiya manbalaridan dastlabkilari demak qatlam chekka suv tazyiqi energiyasi. Bu uyumda neft oqimi kontur chekkasidan h balandlikda suyuqlik sathi orqali bajariladi. Bunday uyumlarda burg'ulangan quduqda neft oqib kelishi yuqoriga ko'tarilish chekka suvlar tazyiqi ta'sirida amalga oshiriladi. Mana demak bizga quduqlar qazilgan bo'lsa, mana gumbazda demak quduqlar qazilgan, lekin demak quduq bizda ma'lum bir h chuqurlikda joylashgan quduqimiz. Konning demak tuzilmasi bo'yicha strukturasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda qatlam chekka suvlar energiyasi, qatlam demak mana chekka suvlarda bu demak yer paydo bo'layotgan paytda demak hosil bo'ladigan suvlar hamda turli xil yog'ingarchiliklar natijasida paydo bo'lgan suvlar sekin asta o'z izchiliklariga mos holatda demak qatlam ostida, ya'ni o'rnini egallab borayotgan paytda demak oraliq suvlar, qatlam yog'ingarchilikdagi suvlar hamda chekka suvlar energiyasi yig'ilib, ya'ni quduqdan ma'lum bir balandlikda bo'lganligi sababli ularning qatlam chekka suvlari demak bular bevosita quduq qazilib bu yerda demak bosimlar farqi yuzaga keltirilgan paytda suvlar shu tomonda harakatlanish natijasida demak o'zidan quduq bilan demak o'sha qatlam chekka suvlar orasidagi demak g'ovaklarda bo'lgan neftlarni siqib chiqarishga harakat qiladi. Ya'ni demak bu yerda neftni siqib chiqaruvchi asosiy energiya manbalari qatlam chekka suvlar tazyiqi ta'sirida amalga oshirilar ekan. Demak, bu holatda chekka suvlar tazyiqi samaradorligi nafaqat qatlamning ustki qismidan ham balandroq qismiga chiqqanligida, balki qatlam tog' jinslarining o'tkazuvchanligi va suyuqliklarning qovushqoqligiga ham bog'liq bo'ladi. Tog' jinslarining o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan hollarda mavjud tazyiq ta'sirida qatlam tizimi orqali yetarli miqdorda suyuqlik oqimi ta'minlansa, chekka suvlar tazyiqi energiyasi uzoq muddat suyuqlik oqimini ta'minlashi mumkin bo'lar ekan. Demak, bu yerda tog' jinslarining o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan holatlarda hamda chekka suvlarning tazyiq energiyasi ko'p haligi miqdorda katta ta'sirga ega bo'lgan paytda
uzoq vaqtda demak quduqlarda suyuqlik oqimini qatlam chekka suvlar energiyasi manbaida ta'sirida demak ishlatish mumkin bo'lar ekan. Keyingisi siqilgan ozod gaz energiyasi. Demak bunda qatlam energiyasi boshqa turi sifatida siqilgan ozod gazning taranglik energiyasi xizmat qiladi. Bunda gaz demak gaz do'ppisi sifatida yoki qatlam bosimining tuyunganlik bosimidan kamayishi jarayonida suyuqlikdan ajralib chiqadigan gaz pokchalar sifatida uchraydi. Yopiq turdagi uyumda asosiy energiya sifatida siqilgan ozod gaz energiyasi xizmat qilsa, gazda demak erigan gaz tuyunganlik bosimi kamayishi natijasida demak erigan gaz energiyasi asosiy energiyani ta'minlab beradi. Demak yopiq turdagi uyumda asosiy energiya sifatida siqilgan ozod gaz energiyasi xizmat qiladi. Bu holatda quduq tubi bosimi pasaytirilsa, gaz do'ppisi energiyasi va neftdan ajralib chiqqan gaz energiyasi ta'sirida quduqqa neft oqimi ta'minlanadi. Buning asosiy sababi sifatida neftning gaz bilan tuyunganligida hamda bosim pasayishi natijasida undan gazning ajralishida deb tushunilishi mumkin bo'ladi. Uyumda siqilgan gaz energiyasi zaxirasi cheklangan bo'lib, u gaz do'ppisi hajmiga, neft zaxirasiga, qatlam bosimi va neftda erigan gaz miqdoriga bog'liq bo'ladi. Qatlamning taranglik energiyasi. Qatlam yer yuzasi bilan bog'lanmagan holatlarda ham katta hajmli tizimlarda uyumni ishlatishning dastlabki davrida hal qiluvchi energiya sifatida tog' jinslari hamda unda joylashgan suyuqliklarning taranglik kuchlari bosim pasayish sari ta'sir qila boshlaydi. Ya'ni qatlamda uglevodorodlar ma'lum bir bosim ostida qisilgan holatda bo'ladi. Ya'ni kovaklarning ichida qisilgan holatda turgan bo'ladi. Bu yerda demak bosimlar farqi yuzaga kelgan paytda taranglik energiyasi natijasida demak ular o'zaro harakatda bo'ladi. Harakat natijasida demak ular bir-birini siqib chiqarishga amalga oshiradi. Ya'ni o'rin almashish yoki bir-birini siqib chiqarib o'rnini egallashga harakat qila boshlaydi. Uyumda bosim pasayishi bilan neft va suvning hajmi kengayadi, g'ovaklik kanallari esa torayib boradi. Demak, natijada quduqqa nisbatan siqib chiqarilgan neft o'rnini suv egallay boshlaydi. Qatlam suv bosimi tizimining taranglik kengayishi miqdori kichik bo'lishiga qaramay, bu hodisa keng maydonlarni egallaganligi sababli demak neft konlarini ishlatishda alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Ayrim hollarda esa qatlamning taranglik energiyasi zaxirasi uyumdan ko'p miqdordagi neft olishni ta'minlaydi hamda mustaqil manba sifatida ham xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Og'irlik gravitatsiya kuchlari ta'siridagi energiya. Demak, bizga ma'lumki, neft saqlovchi tog' jinslari, yotqiziqlari har doim ham bir tekislikda bo'lmaydi. Ya'ni ular qandaydir burchak ostida joylashgan bo'ladi. Shu sababli neft qatlami demak burchagiga nisbatan pastga qarab harakatda bo'ladi. Ba'zan og'irlik kuchi ta'siridagi energiya qatlamdan quduqqa nisbatan oqimni ta'minlovchi yagona manba ham bo'lib xizmat qilishi mumkin. Og'irlik kuchi energiyasi uyumni ishlatishning oxirgi davrida, ayniqsa boshqa energiya turlari so'ngan paytda namoyon bo'la boshlaydi. Tabiiy sharoitlarda neft va gazning uyumdagi harakati jarayonida bir necha energiya turlari ta'sir etishi mumkin. Ya'ni demak, bir vaqtning o'zida bir nechta energiya manbalari ta'sir etishi mumkin yoki bu energiyalarimiz bir turdan ikkinchisiga ham o'tishi mumkin bo'ladi. Neft va gaz uyumlarining ishlash usullari va ularning samaradorligi. Endi demak, ta'sir etuvchi energiya kuchiga qarab neft konlarining ishlash usullarini quyidagilarga bo'lib olamiz. Birinchisi suv bosimi ta'siridagi usul. Keyingi usulimiz gaz bosimi ta'siridagi usul yoki buni gaz do'ppisi usuli deb ataymiz. Uchinchisi usul erigan gaz usuli, to'rtinchi usul demak taranglik kuchlar ta'sirida usul bo'ladigan bo'lsa, taranglik usuli va beshinchisi gravitatsion usul deb ataladi. Bu usullardan birinchi va ikkinchi usullar, ya'ni suv bosimi va gaz bosimi ta'siridagi usullar siqib chiqarish usullari deyiladi. Qolgan 3 usul esa demak so'nib borish usullari deb ataladi. Konning ishlash jarayoni va uning mahsuldorligi ishlash usuliga bog'liq bo'ladi. Ya'ni mahsuldorning asosiy belgisi konning neft beruvchilik koeffitsiyentiga bog'liq bo'lib, konlarning neft beruvchilik koeffitsiyenti kondan olinishi mumkin bo'lgan neft miqdorining shu kondagi umumiy neft zaxirasiga nisbati orqali ifodalanadi. Demak, neft beruvchilik koeffitsiyenti foizda yoki ulush birligida o'lchaniladi va konlarning neft beruvchilik koeffitsiyenti ulardagi mavjud usullarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni konning ishlash usuliga mos holatda har bir usulda o'zining neft beruvchilik
qobiliyatiga ega bo'ladi. Masalan, suv bosimi ta'siridagi usulda neft beruvchilik koeffitsiyenti 0.6-0.8 ga teng bo'lsa, ya'ni qatlamdagi mahsulotning 60-80% ni yer yuzasiga olib chiqish imkoniyati mavjud bo'ladi. Suv bosimi ta'siridagi usulda. Gaz bosimi ta'siridagi usulda esa neft beruvchilik koeffitsiyenti 50-70% gacha bo'lishi mumkin. Qolgan uch usullarimizda esa neft beruvchilik koeffitsiyenti 0.15 dan 0.3 dan oshmaydi. Demak, konning mahsuldorligini oshirishning asosiy omillaridan biri neft beruvchilik qobiliyatini oshirish usullarini takomillashtirishga bog'liq bo'lar ekan. Yana shuningdek, bu ko'rsatkichlar kondan olinayotgan uglevodorodlarning, ya'ni shu neftning xususiyatlariga ham bog'liq. Demak, bu yerda demak uning qovushqoqligiga bog'liq holatda hamda keyingisi demak o'sha qatlam energiya manbalaridan oqilona foydalanilishga ham bog'liq bo'ladi. Agarda energiya manbalaridan oqilona foydalanilmasa, bu yuqorida ko'rsatilgan ko'rsatkichlarga ham yeta olish mumkin bo'lmaydi. Konning ishlash usuliga qarab, ularning texnologik ko'rsatkichlarini taqqoslash mumkin. Demak, bu yerda mana suv bosimi ta'siridagi usulda vaqt davomida olinayotgan mahsulot miqdorlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, hamda neft beruvchilik koeffitsiyenti, keyingisida B tasvirimizda taranglik usuli va chizmamizda esa erigan gaz usuli hamda suv haydash bilan birgalikda erigan gaz usulini olib borish va erigan gaz usulini o'zini. Demak, bularda ko'radigan bo'lsak, neft beruvchilik koeffitsentlarining demak qanday miqdorda bo'lishini grafiklar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Suyuqlikning turli usullarda quduq tubiga oqimi, demak, qatlamda suyuqlik yoki gazning quduqdan ma'lum bir uzoqlikda, kichik tezlikda harakatlanganda, demak, to'g'ri chiziqli qonunga bo'ysunib harakat sodir bo'ladi. Bu demak, Darsiy qonuni bo'yicha bu chiziqli tezlik demak V barobar K taqsim mu differensial R taqsim differensial R ga kichkina R ga teng. Bu yerda demak, gazning sizilish tezligi, K o'tkazuvchanlik, mu dinamik qovushqoqlik, bosim o'zgarishi differensial R hamda dr demak quduqdan bosim masofaning o'zgarishi hamda tajribalarda olinadigan namunalardan ko'radigan bo'lsak, ya'ni ma'lum bir kesim yuzali namunadan vaqt birligida suyuqlikni o'tkazadigan bo'lsak, demak bunda suyuqlikning o'tish tezligi V barobar Q taqsim F ifoda orqali aniqlanadi. Demak, bunda bu yerda demak biz tezliklarni tenglashtirish orqali bevosita sizilish maydonining silindr yon yuzasini ifodalashimiz mumkin yoki quduqdan olinayotgan shu o'tayotgan suyuqlik miqdorini ko'rishimiz mumkin yoki namunaning o'tkazuvchanliklarini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Hurmatli talabalar, sizlarga demak taqdim etadigan qisqacha ma'ruzamiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruza mashg'ulotlariga ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.